Assalomu alaykum. Ismim Qudratulloh. Bu videoda uylanish arafasida yurgan ukalarga yoki birodarlarga 3-4 ta maslahat deb nomlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi maslahatimiz Alloh taolodan belni mahkam baylab, shijoat bilan, ixlos bilan, qunt bilan Alloh taolodan so'rashlik. Ya'ni qanday ayolni xohlaysiz? Chiroyliligimi, boyinimi, go'zalligimi, itoatligimi, xullas o'zingiz fantaziyangizdek qanday ayol bo'lsa, ana shunday ayolni Alloh taolodan so'rashlik. Keyin ikkinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizlarga baraka topgur, dindorini tanlagan deb nasihat qilib ketgan. Mana shu nasihatga amal qilib dindorga uylanishlik. Chunki erkak kishi ko'chada tirikchilik g'amida yuradi, farzandlar ayol kishi bilan bo'ladi, voyaga yetguncha, ahlini topguncha ko'proq tarbiyani onadan oladi. Ana shuning uchun dindorga uylansangiz yutqizmaysiz inshaalloh. Uchinchisi, itoatli ayolga uylanishlik. Itoatli ayolga uylansangiz hech qachon sizni qarorlaringizni, sizni buyruqlaringizni muhokama qilmaydi. Bunaqa ayolni qanday topsa bo'ladi? Bunaqa ayollar topish qiyin emas. Uyda erkak kishini gapi gap bo'lgan oilani qizini olsangiz, sizni ham gaplaringizga itoat qiladi. Chunki u itoat nimaligini biladi, onasi otasiga itoat qilayotganini ko'rgan bo'ladi. Xullas shunaqa. Endi to'rtinchisi, farosatli ayol. Farosatli ayolga uylandi degani dunyoda yarmi berildi degani. Menimcha hammasi ham berildi degani bo'lsa kerak. Farosatli ayolga uylanishlik. Farosatli ayolga uylansangiz, ko'chadan charchab kelganingizda sizga nima qilishni biladi-da. Birinchi ko'ngingizga qaraydi, u qiladi, bu qiladi. Mana Rasululloh birinchi oyat nozil bo'lganda ustini o'rab qo'yinglar deganda lom-lum demasdan ustini o'rab qo'ydi-yu. Keyin o'zi sekin Rasululloh nima bo'lganlarini o'zi boshladi, keyin aytib berdi. Ana shuning uchun farosat juda ko'p narsani hal qiladi. Nafaqat ayol kishiga, bu erkak kishiga ham kerakli bo'lgan narsa. Shuning uchun birinchi vazifani uddasidan chiqib olsak, Alloh taolo bilan bog'langan holatda qunt bilan, ixlos bilan yig'lab so'rasak, Alloh taolo biz uchun dengizlarni ikkiga yorib beradigan zotdir. Sog' bo'linglar. Yana shunaqangi esimga tushib qolgan narsalar, maslahatlar bo'lsa yoki qanaqadir layf haklar bo'lsa, kasbimga oid shunaqangi videolar chiqarib turaman. Qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sog' bo'linglar.